2026 yilgi Isuzu bir yangi avlod yuk mashinasi bo'lib, zamonaviy dizayn, kuchli texnologiyalar va yuqori samaradorlik bilan e'tiborni o'ziga tortmoqda. Ushbu model shahar tashishlari, logistika va qurilish sohalarida ishonchli hamroh sifatida ishlab chiqilgan. Isuzu kompaniyasi bu safar ham sifat, tejamkorlik va uzoq muddatli bardoshlilikni birlashtirishga muvaffaq bo'lgan. Yangi Npr tashqi ko'rinishidan qat'iy va zamonaviy chiziqlarga ega bo'lib, aerodinamik shakli yoqilg'i sarfini kamaytiradi. Old qismi kengroq panjara va LED yoritgichlar bilan bezatilgan bo'lib, tungi ko'rish imkoniyatini yaxshilaydi. Kabina kengaytirilgan va haydovchi uchun qulayliklar bilan to'ldirilgan, ergonomik o'rindiqlar, raqamli asboblar paneli va multimedia tizimi bilan jihozlangan. Texnik jihatdan 2026 Isuzu Npr kuchli va tejamkor dizel dvigatel bilan ta'minlangan. U turli variantlarda mavjud bo'lib, 3.6 litrli va 5.2 litrli turbo dizel motorlar yo'lga qo'yiladi. Yangi transmissiya tizimi silliq uzatish imkonini beradi. Shuningdek, avtomatik transmissiya varianti ham taklif etiladi. Yuk ko'tarish qobiliyati avvalgilariga nisbatan oshirilgan bo'lib, 3.5 tonnagacha yuk tashish imkoniyatiga ega. Nprning mustahkam shassisi og'ir yuklarni ham osonlik bilan ko'taradi va uzoq masofalarda barqarorlikni ta'minlaydi. Xavfsizlik tizimlari ham zamonaviylashtirilgan. ABS, EPT, tormoz yordam tizimi, barqarorlik nazorati va haydovchi ogohlantirish tizimlari mavjud. Bundan tashqari, yangi modelda energiyani tejaydigan start-stop tizimi ham joriy etilgan. Yo'l qulayligi, kuchli dvigatel, past texnik xizmat xarajatlari va ekologik standartlarga mosligi Isuzu Nprni o'z segmentida yetakchi qiladi. Ishbilarmonlar, yuk tashish kompaniyalari va xizmat ko'rsatish korxonalari uchun bu model eng to'g'ri tanlovlardan biridir. 2026 yilgi Isuzu Npr ishonchlilik, samaradorlik va texnologik yangilanishni birlashtirgan zamonaviy tijorat yuk mashinasi bo'lib, kelajakdagi transport talablariga to'liq javob beradi.